Agar nemis tilini o'rganib Germaniyaga o'qish yoki ishlash rejasida bo'lsangiz, assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Abdumalik. Men esa Furqat. Men va do'stim nemis tilidan xalqaro test TOEFL imtihonida 3 ta yo'nalish bo'yicha C1 va 1 yo'nalish bo'yicha B2 darajasini qayd etganmiz va bundan tashqari 2 yil oldin IELTS imtihonida 7 ballni qo'lga kiritdik. Va bir qancha vaqtdan beri o'quvchilarga nemis tilidan dars berib kelmoqdamiz. Til o'rganish va o'rgatish jarayonida yig'ilgan ma'lum bir tajribalarimizni balki foydasi tegar degan maqsadda ulashib borishni reja qildik va shu maqsadda YouTube'dagi o'z faoliyatimizni boshladik. Agar nemis tilini o'rganib Germaniyaga o'qish yoki ishlash rejasida bo'lsangiz, bu kanalimiz sizga foydasi tegadi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Imkonimiz boricha sizlarga kerakli va manfaatli bo'lgan video darsliklar va materiallarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Barchaga nemis tilini o'rganish jarayonida omad tilaymiz.